Bugun bizda ijaraga beriladigan va sotuvga qo'yilgan premium ideal ko'rinishdagi klinikamiz sotuvga va ijaraga beriladi. Bitta ko'ringlar. Do'stlar, ushbu binoimiz haqida ma'lumot berib o'tiraman. Kirganimizda birinchi etajda 3 ta xona sanuzellari, hojatxonalari, razdivalkalar bilan jihozlangan. Aytib o'taman, ma'lumot o'rnida hamma ko'rgan, videoda ko'rgan hamma jihozlaringiz qoladi, hurmatli kuzatuvchilar. Ikkinchi etajda 7 ta xona, 2 ta hojatxona, bitta sanuzel bilan jihozlangan. Mana shu joyda olib, bir ish boshlayman degan doktorlar, mana sizlar uchun tayyor ijaraga binoimiz yoki pulim bor, shunaqangi tayyor klinika bo'lsin, o'zim sotib olay, o'zim noldan ish boshlayman deganlar uchun mana sotuvga ham qo'yilgan chiroyli klinikamiz. Ulgurib qoldi. Boshqa viloyatlardan kelib, boshqa joylardan kelib ko'pchilik xaridor bo'lib, ishqiboz bo'lyapti ekan. O'zimizda rishtonliklar ushbu binoyimizni boshqa joylarga doktorlarga berib yubormanglar. Harakat qilinglar o'zlaring olishliklaringga. Binoimiz yoqqan bo'lsa, manzilni tushuntirib o'tamiz. Rishton tekstil to'qimachi ko'chasi, Begimoy restorani to'g'risida Nomer 1 choyxonaning yonida Doktor Samiyev deb nomlangan ushbu turar binoimiz sotuvga qo'yilgan, ham ijaraga beriladi. Hammalaringga tavsiya qilib qolamiz.